Soatimiz 6:20 bo'ldi. Nanam 6:10 hozir samolyotdan qo'nishlari kerak, chiqishlari kerak. O'sha kishini kutyapmiz hozir. Umra jamiyatidan nanamga, buvimga, buvimga bilet olganmiz. Hozir nanam samolyotdan shunday chiqadilar. Sразу biz u kishini yana qaytib uzatamiz umraga. Qalay? Shunaqa bironta pullarga qilganmisizlar? Umra jamoasiga esa katta rahmat. Buxoroga bitta dona litsenziya bilan ishlaydigan ana o'shalar bemalol murojaat qilinglar. Sizlarga ham zir chiroyli qilib taxlab beradilar. Qo'li bilmaydilar nima bo'lyapti. Shunchaki prosta gul bilan tabriklashga chiqdik deb o'ylayaptilar. Lekin eng katta surpriz uyga. Hayajonlanib ketyapman. Manam bilan ukam kelganlar o'sha uchun biz javonkalarim deb taxladik. Nana, uka u modadan qoldi. Eng asosiy sovg'amiz esa umraga yo'llanma. Buvimga, buvimga va nanamga biz ulardan dahshat oldinga keldik. Endi kutyapmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Surprizim yoqadimi, yo'qmi? Umraga Xudo xohlasa o'zlarim yo farzandlar bilan birgalikdaman. Bobojonlari, onajonlari, buvijonlariga boray bo'lsin tabriklaymiz. Yuragida dard oshkor qilmas bolam, bolam deb, bolam, ona